Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolisa yana sizlar bilan shaharli dehqon. Xo'p, ko'rib turganinglardek pomidorlarimizni ham ekib oldik. Xo'p, pomidorlarimizni ko'rishingiz mumkin mana. Bunga tomchilatadigan kapinisa qilganmiz. Bu bugunga ekilgani ko'rishingiz mumkin. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Bu kecha kunga ekilgan pomidor ko'chatlarimiz. Adashmasam 30 sotikka bir 10 mingtadan oshiqroq ko'chatimiz ketdi. Shunaqangi holatga keltirib qo'ydik, mana ko'rishingiz mumkin. Like, comment akalar bir donadan. Obuna bo'lishni ham unutmanglar, obunachilar. Mehnatimizga bittadan like bosib qo'yinglar. Bunaqangi holatga keltirish oson bo'lmadi, obunachilar. Tomchilatadigan zahlatolmaydi deganlar uchun mana obunachilar ko'rishingiz mumkin. Bemalol zahlatib ikki oyonini ko'chatlarda zo'r qilib qo'yar ekan. Shunaqangi qoraytirib qo'yar ekan mana akalar. Shunaqangi stalbalar ekkanmiz. Simlar tortib, xudo xolasa simlarga bitta baylab chiqamiz. Endi pomidorlarimizni o'sgan sari baylashni ham boshlaymiz. Yana bir bor ko'rsatishga harakat qilyapman. Qanday bo'ladi bu tomchilatadigan desanglar, akalar tomchilab turaversa shunaqangi suv ham to'lib ketaverar ekan. Xo'p, akalar tomchilatadiganga suvni qayerdan olyapsizlar deganlarga akalar, shunaqangi 2,5 tonnalik bochka qo'yganmiz. Pastdan tepalikka davr 1 metr, 1,5 metr oralig'ida. Bochkaga qanday tortyapsizlar deganlarga shunaqangi motor ham olganmiz, suv tortadigan. Ko'rishingiz mumkin shunaqangi bochkalarda. Birinchi motor bu yoqdan chiqib, o'zi bosim bo'lib, bu yoqdan suv boraveradi. Suvlarimiz shu oldimizda mana akalar, qancha suv kerak bo'lsa, suv ko'p, suvdan muammo yo'q. Shunaqangi joylarga qo'yib Xo'p, akalar, shu kanalimizda rivoj uchun bir donadan like bosib qo'yinglar akalar, obuna bo'lishni ham unutmanglar. Xo'p, sizlar bilan yana xudo xolasa bu yerga ham chotki kontentlar olib borishga harakat qilaman akalar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Endi bunchalik qilishni ham akalar o'zi bo'lmaydi. Katta mehnat kerak bunga ham akalar. Mana ko'rishingiz mumkin qanday holatga keltirdik.